Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yuborma bil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yuborma bil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Это что было вообще? Sardor Gangster o'z videosida men Dubaydaman, fake xabarlarga ishonmang deya murojaat qildi. Sardor Dubayga nima bo'ldi? Dubayga raketa tushibdi, bir bola bo'libdi, bombardimon bo'libdi deb hamma shunaqa gaplar menga yozyapti. Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan vahimali ma'lumotlarni rad etdi. Bu internetda ko'rayotgan gaplaringga, internetda ko'rayotgan narsalaringga hech qaysinglarga ishonmanglar. Biroq xonanda Munisa Rizayeva esa bu holatni aksini qildi. Ya'ni Dubayga hujum qilayotganligi haqida gapirdi. Iltimos xalqim biz uchun duo qilinglar. Bundan tashqari ko'plab o'zbek blogerlari bu haqida video murojaatlar yo'llay boshladi. Ya'ni Dubay tinch. Hech qayerga bomba tushmagan. Internetdagi narsalarga ham ishonavermanglar. Mana Dubaydamiz. Hop, hammalar ko'rib turgan bo'lsa kerak ijtimoiy tarmoqda. Men Dubaydaman. Dubayda nimalar bo'lib turganini ijtimoiy tarmoqlardan ko'ryapsizlar. Hozir hammani telefonida, ko'chada ogohlantirish signali keldi. Men hayotimda bunaqa narsani ko'rmaganman. Rasmiy ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, Kun.uz sahifasida ushbu ma'lumotlar o'z tasdig'ini topgan. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Sardor Dubayga nima bo'ldi? Dubayga raketa tushibdi, bir bola bo'libdi, bombardimon bo'libdi deb hamma shunaqa gaplar menga yozyapti. Biz ham mana Odil akam bilan orqamizda dengiz kirakadila o'layapmiz. Kirakadila o'laymiz deb qarmoqda o'tdi, ketishib qolsa bo'ladi. Qarmoqda o'lib ketib qoldi. Bilmaymiz. Hamma joy tinch. U internetda ko'rayotgan gaplaringga, internetda ko'rayotgan narsalaringga hech qaysinglarga ishonmanglar. Abu Dabida aynan sizlar shu raketa tushdi, bombardimon bo'ldi degan joyda yashayapmiz. Allohga shukr, tinchlik bo'lsin. Bundan keyin ham ro'za ayyomlarida hech qaysi davlatda urush bo'lmasin. Biz hozir mana kapitan Gusto bilan birgalikda nahang baliq ovlaymiz. 12 metrli anakonda bor deyapti mana dengizda. Olib chiqamizmikan? Ba'zida ham kino chiqatish kuni kutinglar. Shundan yuring qilaylik. Salomat bo'linglar. Bizda hamma yo stress bo'lyapti. Dahshat bo'lyapti. Iltimos xalqim biz uchun duo qilinglar. Dubayga, Abu Dabiga bomba tushdi. Eshitdinglar, hozir hamma kanallarda ko'rsatyapman. Hozir primo sizlarga Dubaydan ko'rsataman. Mana qaranglar. Hech qayerga bomba tushmagan. Hamma tinchlik. Mana Burj Xalifa ham xira hozir. Bizda pasmurniy kun. Shuncha ko'rinmayapti yaxshi. Bu yoqlarda mana bu yoq marina. Hamma tinch. Ko'chalar ham tinch. Xavotirga o'rin yo'q. Vahimaga ishonmanglar. Unaqa fakelarga. Fake hamma yo'q. Mana biz mazza qilib yashayapmiz. Internetdagi narsalarga ham ishonavermanglar. Mana Dubaydamiz. Hammasi joyida, tinch, bo'ldi. O'sha Telegramda tarqayotgan, Instagramda tarqayotgan narsalar, o'sha raketalar uchib o'tdi. Hozir Dubay nima qildi? Dubay ustidan o'tayotgan raketalarni dronlar yordamida urib tushirdi. O'shalarni askolkalari hamma joylarga tushdi. Yondi, bu joylar yomon bo'ldi, lekin unaqa vohma darajada emas. Sal o'zinglarni bosinglar. Mana biz ham Dubaydamiz. Xudoga shukr, yaxshi. Mana hammasi tinch. Hozir sizlarga necha bo'ldi? 11:25. 28-yanvar holatini aytayapman sizlarga. Так что o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Hammamiz Allohning bandasimiz. Allohning aytgani bo'ladi. Endi bu siyosatga biz aralasha olmaymiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Hop, hammalar ko'rib turgan bo'lsa kerak ijtimoiy tarmoqda. Men Dubaydaman. Dubayda nimalar bo'lib turganini ijtimoiy tarmoqlardan ko'ryapsizlar. Hozir hammani telefonida, ko'chada ogohlantirish signali keldi. Men hayotimda bunaqa narsani ko'rmaganman. Mana shu joyga inglizcha va arab tilida keldi. Bu joyda yozilgan. Hamma telefonga majburiy, hali sirenada qangi tu dong'illab keldi. Birdan qarasam hammani qo'lida mana hozir telefon. Nimada telefon? Xullas aytayaptiki, ochiq joylardan qochinglar, xonalarda o'sha boshpanalaringga kiringlar ko'chada bo'lsalaring. Keyin
derazalarni, eshiklarni yopinglar, ya'ni ochiq maydonlardan qochib panoramik joyga kiringlar degan. Men bu narsani ko'rmaganman. Это что было вообще? Это что такое? Пиздец просто. Это что? Да.